Bir xaridorimiz kecha telefon qilyaptilar. Ukam, reklamalaring zo'r, narxi, sifatda ko'rsatsalar, lekin menga umuman yoqmayapti deyaptilar. Sababini so'raganimda, gilamni ko'rsatsalar, lekin tavsiya qilmayapsizlar. Men bir so'tirga uy qurdim, to'rxonali. Qani nimalaring bor, ko'rsatlaring menga dedilar. Shunga asosan video tayyorladik. Sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Xonadonimizga kirishimiz bilan ho'l qismiga ko'zimiz tushadi. Ho'l qismlari uchun 2 o'lchamdagi aylana shakldagi Turkiyaning Armenia kolleksiyasini tavsiya qildik. Oshxona qismlari uchun esa 2,5 ga 4 o'lchamdagi Saxoud'ning Elio kolleksiyasini tavsiya qildik. Mana ko'rishingiz mumkin, sifatlari a'lo darajada bo'ladi hamda kir ko'tarimli rangda bo'ladi. Hamda 4 ga 6 o'lchamdagi zal qismlari uchun 3 ga 5 Sam RTX Saxoud'ning Versal kolleksiyasini tavsiya etamiz. Kattalar yotoqxonasi uchun Urgaz Saxoud'ning Marin kolleksiyasini tavsiya etib qolamiz. Eng oxirgisi bolalar yotoqxonasi uchun Momix Shaggy mahsulotimizni tavsiya etib qolamiz. Bu ko'rsatgan, ya'ni tavsiya qilgan mahsulotlarimiz skratlarimizdagi 1% mahsulotlarimizga ham kirmaydi. Juda ham keng assortimentdagi privoznoy hamda mesniy gilamlar optim narxlarda kerak bo'lsa, Chinobod gilam bozoridagi mega makon gilam tarmoqlarida hammanglarni kutib qolamiz. Telefon qilinglar, ishinglarni sifatli darajada bitirib beramiz.